Kanton minorasiga yaqinlashishingiz bilan butun Guanzhouni xuddiki 360 gradusda ko'rgandek bo'lar ekansiz. Xuddiki u shaharning qoq markazida joylashgan 600 metrlik minora atrofidagi go'zal manzarani ochib berayotgandek. Kanton minorasining dizayni alohida e'tiborimizni tortdi. Bilamizki, tarixdagi teleminoralarning aksariyati odamlarga bir xil umumiy taassurot bergan va bu odatda shakli va balandligi haqida gap ketganda. Minoraning o'zgarmas shakli har doim odamlar ko'nikib qolgan, pastki qismi keng, yuqori qismi tor bo'lgan. Mehmonlar minora qurish dizaynida mutlaqo yangi konsepsiya va yutuqni boshdan kechirishni intiqlik bilan kutishgan. Xo'sh, Kanton minorasi dunyoga o'zining qiyofasini ko'rsatgan bir vaqtda uning yangi va nafis taassuroti butun dunyo e'tiborini tortdi.